Blackpink bundan keyin guruh sifatida boshqa faoliyat olib bormaydimi? Albatta yo'q. YG direktori o'z YouTube sahifasiga joylagan videoda 2025-yil uchun rejalar qatorida Blackpink guruhining qaytishini aytib o'tgan edi va chet el ba'zi maqolalarga ko'ra Blackpink may oyida qaytib keladi va Osiyo, Shimoliy Amerika va Yevropa bo'ylab o'zlarining konsertlarini boshlaydi. Va bularning hammasi yetarli emas. Ya'ni guruh a'zolari Lisa, Rosie, Jisoo va Jennie o'zlarining intervyularida Blackpink nomini bir necha bor ishlatishadi va eng asosiysi Lisa. Xullas, Lisa opamiz intervyu berayotganda boshlovchi undan 2025-yil uchun rejalari haqida so'raydi. Lisa opamiz esa umid qilamanki, kelasi yil biz qizlarim bilan yana qaytamiz. Va keyin siz yana birgalikda ishlay boshlaysiz, shundaymi? Ha, albatta. Uzoq kutilgan tanaffusdan so'ng qirolichalarimiz yana K-popga qaytishmoqda. Blinks, hammangiz uchun juda ham xursandman.